Ortiqcha naryadniy ko'ylak kiyib o'tirmadim. 43 yoshli xolilarni bu asl ko'rinishi. Shunda ham qari deysizlarmi? Ishoning, siz Instagramda ko'rayotgan ba'zi insonlarni hayotda ko'radigan bo'lsangiz, tanimaysiz. Kecha postga she'r etib joylasam, yuzimni qarib ketibsiz degan SMSlarni oldim. Mana bu meni yuzimni asl holati. O'tda shunchaki yuzimga soya tushgan xolos. Hamma ham menga o'xshab makiyajsiz, effektlarsiz Instagramga chiqmaydi. Men o'ylaymanki 43 yoshga yuzim juda ham yaxshi. Uning ustiga hozir Muazzam Jo'rayevani onlayn darslardan foydalanib, necha yoshga yoshlarishimni o'zingizlar baho berasizlar. Bugun Muazzam Jo'rayevani onlayn darslardan ikkinchi dars estet make-up qilamiz. Salom go'zalim, bugun sizlar bilan birgalikda shunaqa bahoriy estet makiyajini o'rganamiz. Birinchi bo'lib yuzimizni to'yintirib namlantiramiz. Yuzingizda tomoqqa yig'ilib qolyaptimi? Demak, siz boshidan xato qilgansiz. Bunda to'q enlar bo'lmagani uchun birdaniga ochartiruvchi konsilerga o'tdim. Ana shunda mana shu qismingiz o'tkirroq burchakli bo'lib ko'rinadi. Chekka qo'yamiz. Bu yerda biroz ishlab, qolgan qismidan oldiga yuramiz. Orqaga qaytib kelib, keyin tortamiz. Shunaqa dars detalni tushuntirganlar, bitta qarab turib, ular nima qilayotgan bo'lsalar, hammasini o'zingiz bemalol qila olasiz. Hatto birinchi marta makiyaj qilayotgan bo'lsangiz ham. Kerakli joyda dars to'xtatib qo'yib, davom ettirib makiyaj qilsangiz bo'ladi. Asroda ishlaymiz. Mana shu Qoshni ham tenda bo'yashni o'rganib olganimga necha qizlar. Tush qo'yayotganda og'zinglarni ochib olasizlarmi qizlar? Qilib. Bunaqa imkoniyat qaytib bo'ladimi, yo'qmi, bilmadim. Qizlarjolar hozirda Muazzam Jo'rayevani onlayn kurslariga 26 aksiyasi ketyapti. Ya'ni 2026-yil munosabati bilan onlayn kurslarni atiga 226 ming so'mga xarid qilsanglar bo'ladi. Mana makiyajim ham tayyor bo'ldi. Agar sizlar ham to'g'ri makiyaj qilishga qiynalsanglar, professional darajada makiyaj qilishni o'rganmoqchi bo'lsanglar, Muazzam Jo'rayevani kurslari ayni muddao. Qizlarjolar hozirda zo'r narxda. Atiga 226 ming so'mga xarid qilib olib, har doim yoningizda bo'ladi. Maza qilib qarab makiyaj qilib yursanglar bo'ladi. Hattoki o'tda qanaqa yuz parvarish qilish kerak bo'lsa, hammasi ham tushuntirib o'tilgan va bu videoni makiyaj qilishni uncha yaxshi bilmaydigan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yinglar. Agar qo'lingizdan kelsa, bu kursni sovg'a qilsanglar ham bo'ladi.